Mana do'stlar, kun issiq bo'lgani uchun mollarimizni obedda ham, kechqurun ham sug'oryapmiz. Mana shu oxirda ertalabgacha turadi mana shu mol, xohlagan payt kechqurun turib suv ichadi. Allohga shukr, katta ho'kizlarni sotdik. Mana joyiga sekin maydalaridan terib boshladik. 1 yoshar, 1,5 yoshar atrofidagi ho'kizchalardan teryapmiz joyida. Xudo xohlasa. Bular hali video tushishga o'rganmagan. Qarab turibdi nima bo'lyapti ekan deb. Keyin juda ko'p podpisчикларimiz mana bu Golishten buzoqchamizni so'rab turadi. Agar kimning yodida bo'lsa, 7,5 oydan oshdi, 8-oyga o'tyapti. Xudo xolasa 8 oylik buzoqcha mana Samarqanddan, Toyloqdan olib kelgan Golishten buzoqchamiz. Xudoga shukr ancha o'zgarib qoldi. Bo'yi taxminan 1,25 atrofida. 8 oyga to'ladi mana shu oyda. Da уже bugun to'ldi ham даже 8 oylik bo'libdi. 18-sanada edi, bugun 19 bo'lsa 8 oylik to'ldi. Demak, qiziriqda ham, issiqda ham bemalol zotdor buqalarni boqsak bo'lar ekan. Hali ham bu jonivor ovsul bo'lib juda qattiq orqaga qaytdi, kasal bo'lib, ishdan siymay qolib, hozir Xudoga shukr yaxshi bo'lib, mana ancha o'zgarib qoldi. Izohlarda yozib qoldiring, taxminan necha pul ketadi mana shu buzoqcha. Bundan 8 oy oldin Samarqanddan 8 millionga olib kelganmiz mana shu buzoqchani.